Dekvart eng zo'ri. Bizning mahsulotlarimiz Yevropa standart bo'yicha bir xil, yana ham kuchaytirilganlari chiqdi. Yaltiriydi. Salafanga qilganmiz, sinib ketmayapti, nima qilmayapti. 5% qo'shiladi. Toza nerjivika bo'ladi. O'lchami bor bizda. Fatih qazganmiz. Devr usulida chiqargan mahsulotimizni. Buni urganda shu bir sloyda 300 kvadratga deb yozilgan. Mana masalan, ko'rsanglar bo'ladi. Mana bir sloyda kemdan qarasanglar sal yaltiraydi, kraskaga o'xshaydi. Bir sloyda mana bunaqa qoplashi, ikki sloyda mana qoplashi bo'ladi. Buni ham bir ko'rsanglar. Ranglilari bor, rangsiz ranglar chiqqan. Dekapor chiqadi. Bir sloyda mana bunaqa. Bu emulsiyalarimizni yo'q. Ruchni ursangiz, kompressor ursangiz ham bo'ladi. Yo'q, bu ruchni urilgan. Bu valikda qilingan. Grutovka qilingan tayyor ideal devorlarga mana iloji bo'lsa mana hozir MDF urganmiz, teksa plus minus 170-160 kvadratdan 300 kvadratgacha. 2 sloy qilsangiz 170-160 kvadratga yetadi. Bir sloy qilsangiz 300 kvadratga 270-300 kvadratga bemalol qo'rqmasdan endi biz uni kamaytirib yozganmiz. O'zi bu ko'proq joyga yetadi. Demoqchi bo'lganimizda bizning mahsulotlarimiz Yevropa standart bo'yicha xuddi o'sha qimmat anaqa sotiladigan hozir qimmat evropeyskiy emulsiyalar chiqqan. O'shalar bilan bir xil qolishmaydi, bir yoki o'tishi ham mumkin. Qoplashi, chidamliligi, shu namligiga anaqa chidamligi shu bir xil chiqyapti. Yangi premium mahsulotlarimiz bu. Tashqi urillarga keyin patolochniy отдельный. Undan tashqari bizada mana bunaqa primer, gruntovочный, rangli gruntovочный emulsiyalarimiz, astarlar. Endi bilasizmi, oddiy gruntovka astarlar rangsiz bo'ladi, gruntovka. Shunda ranglisi bor, endi buni premium usulida yana ham kuchaytirilganlari chiqdi. Hozirgi Yevropa standart bo'yicha ko'plari shu biron bir narsa bir ish qilish tomonidan tegi astar uriladi-yu. Oq, shuni ranglisi, rangsiz deka primer deydi. Endi bizda Santi deka va primer o'shanga qarab premium kuchaytirilgan silikonli, elastikli shunaqa kuchaytirilgan anaqalarimiz chiqqan. Primerlar degani o'sha astarlarimiz chiqqan. O'shanaqalar ham bor bizda. Shu demoqchi bo'lganimiz shu Yevropa standart bo'yicha. Devorlar, shpaklovkalar, gruntoklar hammasi tayyor bo'lsa, ideal bo'lsa, bemalol shunga yetadi. Bir xil endi tushunmaydi-da, masalan, oddiy shpaklovkasiga urib yuboradi. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Masalan, gruntovkasini ursangiz paytida, o'sha deka primerlarni urib, keyin buni ustidan ursangiz, etganda shu kvadratga, даже undan ko'p joyga yetishi mumkin. Maxima santimizni boya ustagamiz etganlarida mana 270 dan 160 metr kvadratgacha biz etiketkasini o'ziga yozib qo'yganmiz. Biz nimaga buni qo'rqmasdan yozganimizdan sababi bundan ham ko'proq yetadi o'zi. Bizi o'shani realizatsiyasini olgan holatda mana shuni kamaytirib yozib berganmiz. Bemalol olib qo'rqmasdan ishlab kerak bo'ladi. Prosta bitta talabim bor. O'sha devor ham bunga javob berish kerak. Silikon qo'shilgan, akrilik, silikon qo'shilgan hammasiga mana bunda mana silk mat anaqasi bor, ipak mat effektini beradi. Bu yaltiraydi. Bu yaxshi yaltirash effekti bor. Nisbatan bunga qaraganda, lekin bu full mat bo'ladi. Matoviy. Bu uncha yaltirash effekti yo'q. Shunaqa. Demoqchi bo'lganimiz mana kraskalar emal yaltiraydi-yu, shuni anaqasini beradi, effektini beradi. Yo'q, hidi unaqa sassiq hidi o'tirgan kraska hidi kelmaydi. Bizda unaqa hid yo'q. Oddiy hidi keladi. Emallarimizni ham ishlatib ko'rgan bo'lsangiz, bizda unaqa hid yo'q o'zi. Salafanga qilganmiz, silikon qanchalik silikonligini mana shunda bilsa bo'ladi. Sinib ketmayapti, anaqa qilmayapti. Qarang, shu anaqa ko'ring. Shu silikon qo'shilgani uchun shu salafani bir xil bo'lib turibdi-da. Qarang, ichida o'sha mikro treshin deyapsiz, to'g'ri? Mikro treshinni to'ldir. Hammasini to'ldiradi. Bu endi ishlatilganlar bo'lsa, mana to'q qo'shiladi. Qarang, yana e'tibor qilib, to'q ranglariga 5% suv qo'shiladi, ko'p qo'shilmaydi. Och ranglariga 10% suv qo'shsangiz bo'ladi. Endi kilosiga qaraysiz, endi qaranglar, biz bu yerda litrlab yozganmiz. Nimaga buni zichligi har xil bo'lgani uchun. Kiloga o'zingizlar o'lchaysizlar, o'sha anaqa. O'zi 15 litrga yozsa, o'sha qancha kvadrat yozilgan. O'sha litrga qarab suv qo'shasiz shunga qarab. 5%, 10%. To'q ranglariga, masalan, mana shunaqa to'q ranglarni bilasizmi? To'q ranglar bo'ladi o'zi, to'qroq ranglar. 5% suv qo'shiladi, och ranglariga 10% suv qo'shiladi. Shunga qarab ishlataverasiz. Ishlatganda kompressor sepsa ham bo'ladi, valid ishlatsa ham bo'ladi, bemalol. Ana hozir chiqqan Wagner bor, undan ham ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana shu test bitadi. Ham mayin chiqadi, zo'r chiqadi. Bemalol bosib ishlatsangiz ham bo'ladi. Patologli imidamiz bu. Patologik chiqarilgan. O'sha
o'zimizdan universalimizdan ancha-muncha kuchaytirilgan varianti. Hozir universalimizdan o'zi ham tarkibi o'zgartirilgan. Agar sezgan bo'lsangiz kerak, yaqin o'rtada ishlatib ko'rganda bor o'sha universalimizdan. Strong emas, universal bor. Pasolovka o'ziga ishlatiladigan. O'shani ancha kuchaytirilgan kelib chiqadiganmiz kerakmaydi. Bu ham olib ishlatib ko'ringlar. Hozir yana bizlar zavodimizda yengillik bo'lgan, mana bunaqa instrumentni olib kelamiz o'zimizda. Bu toza nerjevika bo'ladi. Olib ishlatib ko'rsangiz bo'ladi. Bilmayman, o'sha ana qilib ko'ringlar. Hamma o'lchami bor bizda. Kichkinasidan tortib bizda Buni ham katalogi bor. Katalogini ko'rsatib, millimetrlargacha yozilgan. Yo'q, bilaman, bu isbati qanaqa emas, ko'rsatdim. Sopini o'zi ancha muddat chidab beradi. Mana bunisini o'zini bizda kelsanglar, do'konlardan so'rasanglar berishadi. Alohida sotiladi. Buni o'zi ana gubkali, ana lakka ishlatsanglar yaxshi. Mana bunisi bor, o'sha emulsiyaga anaqa ishlatasizlar. Buni ham har xil o'lchami bor. Bu 230 cm anaqa millimetrligi. Buni ham olib, mana buni o'zini olasizlar. Mana buni qo'shib olasizlar. Bemalol qo'shib bir-biriga almashtirib ishlatsanglar bo'ladi. Yo'q, bu boshqacha. Buni просто biz sizlarga aytayotganimizda ishlatib ko'ringlar buni. Biz buni sifatiga zavodga zakaz berib, sifatli qilib chiqazganmiz. O'sha sizlarda bo'layotgan o'shunaqa nosozlik anaqalar bor-ku, mana ishlatasizlar. Ko'p bo'ladi unaqa narsa. Men o'zimda ham bo'lgan, uyimda ishlatayotganimda mana metrdan chiqib ketib qoladi mana. Mana metrdan chiqib ketib qoladi. O'sha narsa xudo xolasa bunda kuzatilmaydi. Olib bitta qiziqishga naqib ko'ringlar, bitta ishlatib ko'ring. Xolasanglar mana hozir emulsiyalar sinab ko'ring, mana valilar, o'sha valilarda. Yaltirashini ko'rsanglar bo'ladi. Oyna effektini bergan. Bundan ham yaltiraydi zo'r. Agar mana shu narsalarga e'tibor qilib, yo'qotib shu qilsanglar, o'sha instruksiya bo'yicha bundan ham oyna bo'lib yaltiraydi. Keyin ana shu aytayotgan klassik oddiy usul bor. O'sha usulni qilsanglar zo'r chiqadi. Yo'q, ko'rsatib bunday ham ko'rishdi. Mana. Bundan ham zo'r yaltiraydi. Bu birinchidan hali qotmagan uncha. Qotgandan keyin mana bu narsalarni birinchi tekstlab olish kerak-da. Ha, chunki men qorayib ketgandan bilsa bo'ladi, chunki hali qotmagan. Ko'rsanglarmi yaqinda? Qotganda agar mana bunaqa narsa qoraymasdi, bir qog'oz bilan bundan bo'ladi, shunaqa qilsa ham bo'ladi. Endi o'zi andavada buni tekstlab yo'qotadi, bosib yo'qotadi. Endi hozir biz shoshib chiqardik, yo'qotishga keyin anaqa qilish kerak-da. Endi orqaga yozadigan orqaga. Bir to'pol. Do'konga borsanglar, lekin urilgan tayyori bor, ko'rasizlar. Yo'q, tarafga ustiga o'zi sepiladi bu. O'zi sepiladi. Ssenalarga. Qarang, devor tayyor. Devorda sepiladi. Ha, devorda sepiladi. Bu demoqchi bo'lgan oq rangga suvoq qilingan, tayyor. Ustida maxsus yoki o'zimizda dekopramerlarni urib chiqasiz, oq rangdan faqat. Oq bo'lsa agar, uni rangli ham qilsa bo'ladi. Xuddi shuni traveting uchun sepasiz. Traveting o'xshaydi, sepiladi. Kapyorni pisdan sepiladimi? Xuddi shu kompressorni nima sepasiz? Traveting sepasiz, xuddi shuni sepiladi. Lekin Wagnerni sep bo'lmaydi, chunki Wagner tiqilib qoladi. U anaqasi yo'q. Faqat shuni sepasiz, kompressordan qaparib sepasiz. Qarang, do'konga borsangiz tayyor ish. Yo'q, hech narsa qilmaysiz. Faqat sep chiqarib tekstlab o'tirmaydi, bo'ldi. Dona-dona bo'lib turadi shunday. Uni ranglisi va ranglisizi bor. Endi qarang, katta ob'yemlarda e'tibor qilish kerak, katta davleniya. Kompressorlar kichkina kompressor sepilmaydi. Kamida 50 talik yoki 100 talik kompressor sepiladi. Nimaga desangiz, to'xtash kerak emas-da. Masalan, agar mayli kichkina joylar bo'lsa, sepdingiz, sep ketdingiz, to'xtab bo'ldi. To'xtatadi. Ha, o'shanga e'tibor qilinglar. Sek bo'lmaydi, ola bo'lib qoladi. Ko'p joyga sepilgan joy och rang bo'lib qoladi, kam joyga to'q rang bo'lib qoladi. Keyin devorlar idealroq bo'lishi kerak. Masalan, qarasanglar, endi baribir ideal devorlarimiz yo'q. Shunga e'tibor qilish. Masalan, sep chiqadi, bayda bitta sep chiqadi, ko'riladi. Ikkinchilik kichik sep chiqadi. Bu fasadga ham bo'ladi. Asosan lakam urmaychilar ustida. Ha, asosan ichida laki bor. Laki ham shart emas. Hammasi tayyor. Asosan tagiga kolonnalarga zo'r tushadi bu. Kichkina ob'yemni qarab o'tirib, kichkina joylar bo'ladi, rigillar, kolonnalar, unaqa joylarga dash qarab o'tirib sepib tashlayverasiz. Endi katta joylarga ob'yem katta, e'tibor qilishingiz kerak. Ha, ola-bola bo'lib qolishi mumkin, stik bo'lib qolishi mumkin, shunga sekin e'tibor qilib, mayda-mayda sep 2-3 minut qilib yopsa bo'ladi. Rasxodlar katta emas,
10 kilosi bu 22-28 kvadratga yopadi. 10 kilosi. Suv xuddi shunaqa 10% stravetniga solganda solinadi. 22-28 plus 35 ga metkazganda bo'lgan. Endi u devori idealisiga qarab, unaqasiga qarab shu. Nima deydi? Sostoyaniyasiga qarab sepiladi. Tayyorlaydi, podgotовкasiga qarab sepiladi. Yana stravetni boshqacha varianti shu mayda tosh. Oldin mineralkalar bo'lardi-yu. O'shani maydaroq chiqarib shu mineralkani surkatilardi andavada. Hozir unaqa sepilib donlardan urib turadi. Mana shunaqa narsa. Derlaton. Do'konga borsanglar o'sha tayyor abrazivlar bor sepilgan. Bir qiziqsanglar hammasini ko'rib, qotgan anaqasi variantni ko'rsanglar bo'ladi. Buni fasad tegalarning ustiga chekkalarga sepsanglar hozir zo'r chiqyapti. Yengil narsa. O'sha travertni sepasizlar-yu. Mashina sepib ko'rlik, yaltirashi ham zo'r chiqadi. Quyosh tushganda ham tovlanishi, ichida zarlari bor. Shunaqa ana blisk beradi o'zi. Olib ishlatib ko'ringlar mana tegalarga, derazalarga anaqalarning ustiga ishlatsanglar bo'ladi. Moldinglarni ustiga. Yo'q, bu gidroizolyatsiya. Toza gidroizolyatsiya. Basseyn ichiga shu kafellar qo'yib, kafe qilishdan oldin buni izolyatsiya qilishga, mana shu gidroizolyatsiya. Shunday bor, masalan, ko'rpuchak zaxiraga qo'ygan. Shunday urib 2 soatdan keyin 2 soat emas. shunday suv soladi, unga cho'milmaydi. Просто suv turadi. Yo'q, bir hafta. Bir hafta kamida turish kerak. Hozir Andavada kurash deyapti. yo'q, andavada degani bu Andavada degani qanaqa? andavadaga surkatib chiqsa bo'ladi degan. Bu degani uni urish kerak emas. Surkatib chiqsa bo'ladi, lekin u andavada ursa chiroyli chiqmaydi. Andavada surkasiz degani endi bir sira tekis qilib degani. To'ldirsa, xuddi mineralga qilasiz-ku. Ha. Xuddi shunaqa qilsa bo'ladi, lekin unaqa effekt bermaydi ular. Don-don cho'tir-cho'tir bo'lib turmaydi. Sepsa Sepsa chiroyli chiqadi. Zo'r chiqadi, effekt chiqadi. Adolatli bo'ladi. Hamma rozimi? 26 raqam. 14. 133. Olqishlaramiz. 100 raqami 100. 80. Yaxshi kunlik ishlating. 32. 33. Yaxshi kunlik ishlating. 138. 22. Dekord eng zo'ri. Bizni sizlarga boya aytib o'tgan katta qurilish bazasini asoschisi, ya'ni rahbari Abduvali akani ko'rsatmoqchimiz. Abduvali aka kuzatuvchilarimizga o'sha o'zingizni fikrlaringiz bo'lsa aytsangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor, bugun mana tadbirimiz bo'lib o'tdi. Dekor kompaniyasi bilan 10 yildan ziyod bo'ldi hamkorlik ishlayapmiz. Baraka topib, mollari juda ajoyib, sifatli. Yana ishimiz bundan ham davomli bo'lishini tilab qolamiz. Dekor kompaniyasi boshliqlari Shuhrat aka, Sherzod akalarga ham baraka topishdan rahmat. Anchadan beri hamkorlikda ishlab kelyapmiz. Rahmat sizga Abduvali aka o'zingizning shaxsiy fikrlaringiz uchun. Kuzatuvchilarimizga ma'lumot o'rnida aytib ketamiz. O'sha Surxondaryodagi dilerimiz, yagona dilerimiz Abduvali aka eng ko'p qaysi mahsulot firmani mahsulotini sotasiz? Sir bo'lmasa agar. Hozirda dekor mahsulotlari. Hozirda. Nima sabab bo'lyapti bizning mahsulotimizni ko'proq sotishingizga? Sababi shuki, uzoq vaqtda sifat, davomiy sifat. Hech qanaqa ustalardan yoki mijozlardan o'shanaqa shikoyatlar bo'lmagani uchun qo'rqmasdan sotsanglar kerak menimcha. Shunday.